La Ligada turnir yetakchilari 2025-yildagi so'nggi o'yinlarni o'tkazib olishdi. Turnir jadvalida o'zgarish yuz bergani yo'q. Real Madrid kecha Bernabeuda Sevillani 2-0 hisobda mag'lub etdi. Barselona esa safarda Villarrealni 0-2 hisobda mag'lub etdi va do'stlar, mana shu o'yinlar oralig'ida Fichajes.net sayti ishonchlilik darajasi anchagina past. Men sizga shunday degan bo'lardim. Abduqodir Husanov Real Madridga ijara asosida o'tish mumkinligi haqida shunday xabar chiqardi. Raul Cabrera Jimenez tomonidan yozilgan bu xabar. Tabiiyki do'stlar, xabarning ishonchlilik darajasini tekshirish maqsadida internetda Raul Cabrera Jimenez kimligi haqida ma'lumot qidirdim. Uning Twitterga duch keldim, chunki odatiy o'sha xabarlarda uning kimligi bayon etilmagan. Twitterga qaraganimda u musiqachi ham futbolga oid xabarlarni yorituvchi o'sha bloger sifatida bayon qilingan, lekin shunga qaramasdan u avval qayerda ishlagan, qanday xabarlarni yozgan va eng qizig'i Real Madrid qanday qilib Husanovga qiziqish boshlaganini, qayerdan chiqqani, ya'ni mana shu xabarning manbasi haqida ma'lumotni topa olmadim. Ya'ni bunga Raul Jimenez qanday argumentlar keltirganini ham o'z Telegram kanalimda yozib chiqdim. Citydagilar Husanov o'sishdan to'xtamasligi uchun unga o'yin amaliyoti kerakligini biladi. Shu sababli ijara variantiga yon bosish kuchaymoqda. Uning ustiga keyingi manzili Real Madrid kabi kurashuvchan jamoa bo'lsa, Valdebebesda, ya'ni Real Madridning bosh qarorgohida uning jismoniy ko'rsatkichlari, havodagi o'yini va yanada o'sishga erishishi mumkinligiga yuqori baho berilmoqda. Bilasiz do'stlar, Husanov haqida o'tgan yil ham Real Madridga oid xabarlarni yoritib boruvchi Defensa Central saytidagi xabarni ham men sizga aytib o'tgandim, tarjima qilib o'sha video ko'rinishda taqdim etgandim. Undan beri hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Husanov hamon Cityda va menimcha katta ehtimol bilan Husanov davom etadi Cityda, chunki agar Real Madrid jiddiy qiziqish bildiradigan bo'lsa, bilasiz, birinchi bo'lib Ispaniyadagi nashrlar, undan keyin juda ham mashhur bo'lgan obro'li insayderlar bu xabar haqida yozishlari kerak edi. Har holda agar mana shu transfer amalga oshadigan bo'lsa, menimcha bundan hech kim xafa bo'lmaydi, lekin hozircha faqatgina mana shu manbaga asoslanib juda ham ko'pchilik, shu jumladan o'zim ham Telegram kanalimda bu haqida xabar berdim. Xo'p do'stlar, endi videoning asosiy mavzusiga o'tsak. Real Madrid kecha Sevillani Bernabeuda qabul qildi. Jude Bellinghamdan mana bu gol bilan o'yinda hisob ochildi va o'yin oxirida Kylian Mbappe o'zining 2025-yildagi 59-golni kiritdi va Cristiano Ronaldoning rekordini takrorladi. Va gol kiritgandan keyin Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo uslubida o'sha o'z golini nishonladi. Qaysidir ma'noda Cristiano Ronaldoga hurmat bajo keltirdi, chunki bilasiz, u ketgandan beri anchadan beri Ronaldoning nishonlashi ko'rinmay kelayotgan edi. Adashmasam oxirgi marta Vinicius mana shunday bir 2 mavsumcha avval golni Ronaldo uslubida nishonlagan edi. Va do'stlar, Barselona ham bu mavsum La Liga doirasida ancha-muncha jamoaga bosh og'riq bo'lib kelayotgan va oxirgi 6 ta o'yindan beri faqat g'alaba qozongan. Tabiiyki La Liga doirasida Villarrealga qarshi o'ynadi. Birinchi taymda Rafinha o'zi penalti ishladi va hisobni ochdi va do'stlar, Lamine Yamal. Bilasiz, o'sha voqeadan keyin, bu albatta mening fikrim, qaysi voqea haqida gapirayotganimni ko'pchilik biladi. Lamine Yamalning o'yini ochildi, formasi o'sha yanada pik darajaga chiqdi, gollar kirita boshladi, assistlar bera boshladi va bugun ham Villarreal darvozasiga mana shunday golni kiritdi. Va shu bilan do'stlar, jamoalar 2026-yilda yana maydonga qaytishadi. Bilasiz, oldinda juda ham muhim bo'lgan musobaqa Ispaniya Super Kubogi va shu do'stlar, hozircha chiqayotgan xabarlarning yig'indisi mana shunday. Eng muhimi o'sha Abduqodir Husanov haqida chiqayotgan xabar. Albatta biz xursand bo'lardik agar jiddiy manbalar ham Abduqodir Husanov haqidagi mana shu xabarlarni tasdiqlasa. Gap o'tishi Ispaniyaga yoki Cityda qolishida emas, mana shunday qiziqishning o'zi juda katta narsani bildiradi.